Xo'sh. Meni o'ldirish uchun yana necha marta bu kerak bo'lar ekan? Ha, to'g'ri. 100 marta seni o'ldirsam ham, seni o'ldira olishimga ishonchim komil emas. Lekin sen buni o'ylab ko'rgandir deb o'ylamaysanmi? Men bu yerga kelishingni bilar edim. Shunday ekan biz seni iliq kutib olishga tayyormiz. Bizda seni qalbingni sindirishga tayyor bo'lgan eng dahshatli hujum bor edi. Shunday ekan, qani davom et va buni qil. Meni iliq kutib olish uchun juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldingiz. Biz sizlar bularni barchasini faqat men uchun qildingiz, to'g'rimi? Mening prinsiplarim bunday o'ychanlikdan voz kechishga hech qachon yo'l qo'ymaydi. Xo'y, bir soniya, sen rostdan ham o'lasan. O'lim og'riqli, qo'rqinchli, bilasanmi? Ayniqsa birinchi martasida. Sen buni qilishni xohlamaysan. Sen rostdan ham birinchi martangni vaqt to'g'ri kelganda saqlashing kerak. Sen hattoki iflos hazil qilish uchun o'z yo'lingdan chiqding. Sen rostdan ham men haqimda o'ylaysan, shunday emasmi? Faqatgina do'zaxlarda men aldash uchun hammasi yolg'on edi, shunday emasmi? Men seni bu bilan qochib ketishingga yo'l qo'ymayman. Xo'sh, senga qaysi bir men ko'proq yoqaman? Men hech kimni seva olmayman. Rostdan ham tuzoq bor edi. Biz uni sen uchun tayyorlaganimizda seni kimliging haqida ko'p o'yladik. Sevgi emas, faqat sof adovat. Rostdanmi? Faqat men uchun deysanmi? Buni sevgi qilmaydimi? O'zingizni ushlab turishga hech qanday sabab yo'q. Men bu haqida hech narsa o'ylamayman. Bilasizmi, bu shaxsiy narsa. Keyin hammani men yuzim haqida qandaydir gaplar gapirishi menga yoqmaydi. Shunaqami? U butun saroyni yiqitadi deb o'ylamagan edim. Albatta, yaxshi ekanligingizdan xursandman. O'ylaymanki, men yashirincha 3 marta ezilganman. Mushkuloqli Femboyning ahvoli qanday? Xavotiring uchun rahmat. Men yaxshiman. Shahvat qani? U albatta bularni barchasi ostiga ko'milgan. Lekin uni tagida o'lganiga umid qilish vaqtni behuda sarflash bo'ladi, to'g'rimi? Anastasiya xonim sehr bilan uning yuzini yo'q qildi, lekin baribir uning ahvoli yaxshi edi. Sehr bilanmi? U jang qila olmasligini aytgandan keyin ham bu unchalik yoqimli emas edi. Xo'y, nima qilyapsan?